Assalomu alaykum. Menga sirrochni tort kerak edi. 1 soat ichida chiroyli qilib ukrashena qilib bering deb bitta klientim yozibdilar. Uzr, menda tayyor zagotovkali tort bo'lmaydi. Menga kamida 2 kun oldin aytishingiz kerak desam, "Voy, nimaga sizda tayyor zagotovkali tort bo'lmaydi? Hamma tortchilarda tayyor zagotovka bor-ku, shunda ukrashena qilib chiqarib beradi" deb aytdilar. Shu paytgacha tayyor zagotovkali tort sotmaganman. Ukrashenasidan boshlab nachinkasi, biskvitigacha sveji tayyorlayman. Bu klient xohishiga qarab biskvit tayyorlayman, klient xohishiga qarab nachinka qilib beraman. Bu klientlarimga juda ham manzur keladi. Shuning uchun klientlarim bilishadi, sveji tort tayyorlashimni. To'g'ri, bu balki men uchun minus tomondir, lekin shu paytgacha qaymoqdan tortib biskvitlargacha sveji tayyorlashga o'rganib qolganman. Balki keyinchalik men ham bu narsa haqida o'ylab ko'rarman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Men ham shunaqa zagotovka qilib qo'yilgan tortni sotsam-ku, yoki bo'lmasa o'sha o'zimiz sveji tayyorlanadigan tortlarimni sotsam-ku? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bugungi tortimiz ham Rayonaxon uchun shunaqa sveji tayyorlangan tortlardan bittasi bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, qanaqangi chiroyli chiqqanini. Nur kabi taralgan qism, o'lganmas hayoga o'ralgan qism, necha yil Xudodan so'ralgan qism, iltimos siz uni ehtiyot qiling.